Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan kelding? Yunusoboddan. Toshkentdan. Nima pesa qilyapti? Ko'zim yoshlanadi. Ha. Ikkita oyog'im bosolmay qolaman. Oralar bormi uni? Ora borki. O'yga Bismillahirrohmanirrohim. Qancha bo'lgan onam? 5-6 yildan bor edi. Ko'ringchi. Tanamda narsa yurib ketayotganga o'xshaydi. Hozirmi? Yengilashyapsizmi? Tizam Hozir qo'yib yuboray qarab. Ket. to'pig'inga. To'pig'dan ketdi ora. Ketyaptimi? Ketyapti. Yelkam qizyapti. Qizyapti? Qizyapti. Yengilashyapsizmi? Yengilashyapman. Yengilashyapsizmi? Chalkishtirganga o'xshaydi. Ha? Oppa kiyimni chalkishtirdi. Oppoq kiyingan chol kishi. Alloh siz bilan, onam. Qalaysiz? Yaxshi. Yengilashyapsizmi? Yengilashyapman. Alloh shu. Ha, nima bu? Tasbih. Ha? Tasbih beryaptilar. Tasbih berishyapti? Bismillahirrohmanirrohim. Qalay bo'ldi hozir? Qanchalik o'zgarish bo'ldi? Ancha o'zgarish yaxshi. Qo'yish boshladimi? O'g'limni ham qo'yyapti. Ha? Qo'lni qo'yib yubordimi? Qo'yyapti. Allohga shukr. Bismillah. Alloh siz bilan onam. Nima bo'ldi opajon? Yo'q, yaxshimi? Oralar bormi? Orolda yo'q. Qo'yib yubordimmi? Qo'yyapti. Chalkishtirdilar faqat. Chor kishi? Yo'q. Yoningizdanmilar? Ha? Yig'lamay. Yaxshilik. Ha, onam. Nima bo'lyapti? Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Yaxshimi? Alloh siz bilan. Rahmat. Ruhingiz toza ayol ekansiz, ruh toza ekan. Qancha yildan azobdasiz, onam? Ancha bo'ldi. Qo'yyapti. Allohga shukr. Bordilar qo'limiz turuvdi. Yo'q, Shib oluvdilar. Men qo'rqib ketayotgandim. yo'q. Yo'q, yaxshi. Yaxshimi? Rahmat. Qo'yib yubordim ancha. Qo'yyapti. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu Allohdan mana ishimba sizga. Rahmat. Qani yurib ko'ringchi, holatingizni ko'ringchi, onam. Qo'rqmasang. Bismillahirrohmanirrohim. Bosib qo'ying, bo'lmay. Qo'ying, bosing. Bismillah, men yoningizdaman. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, yaxshi. Yaxshimisiz? Qizyapti. To'pig'im. Qiziydi endi nur berdik-ku. Qalaysiz, onam? Yaxshiman. O'shadi. Bo'shadim. Lekin chalkishtiribdilar. Oldingizda turishdimi? Qo'llarida tugun. Tasbih. Endi tasbihni olib, sekin Alloh do'rasida Xolos. qabul qildim deb turasiz. Qabul qildim inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r. Ilmi ziyoda bo'lsin. Yoki dunyo saodatini ko'ring. Rahmat. Yaxshilik. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshilik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Xo'p, nima besda qiling? Nervoz, shu yelkalari og'riydi, ko'z xira, yurak sanchib og'riydi, oyog'im og'riydi. O'zgarish nima bo'ldi? O'zgarish Yengillik bo'ldimi? ha,
bir 30% o'zgarish bo'ldi. Kecha lechini olib ketdim. Obeddan keyin o'zgarish 30% bor. Mana bismillah. Shu ismingiz nima? To'lqinjon. To'lqin aka. Shifo. Ko'proq nervozligim bezovta qiladi. Allergiya bor. Tez burun bitib chuchkurtiradi. Hozir qalay bo'ldingiz? Hozir yaxshi sal. Yengiladi? Ha, mana shu yelkada og'riq bor yelkada. Endi-chi? Ozgina bor ozgina. Qo'yyaptimi? Ha, qo'yyapti, yengillashyapti. Ko'ring. Oyog'i yaxshi. Qo'ydimi? Ha, qo'ydi. Qo'ydi. Ha, ozgina qo'ydi. Oyoqlari Ko'ring. yaxshi. Yaxshi, Alloh. Yaxshi. Og'riqlar bormi-ki? Yo'q, 7 shishta bor. Bittaydi 3ta bo'ldi, 3ta 4ta bo'lgan hozir. Yo, nima sababdan yurmayapti? Quvvat yo'q. Quvvat yo'q-a? Bismillahirrohmanirrohim. Da og'riq yo'qmi-ki? Dardash haymi? Dardasi? Yagon qatik. Umuman darm qilmadimi? Ha, bir og'riydi. Quvvat yo'q-a? По-русски гуфтан керек мекбай. Хадид не могу. Боли нету сейчас? Нет. Только не ходишь. Sila deydi. Qancha bo'lib yotib qolganiga? 2 oy. 2 oydan yotib qolgan. А что-нибудь чувствуешь сейчас? Да? Тепло идет? Энергия чувствуешь? Какой, а? Tojikiston qaysi nimasi? Kanibodom. Как сейчас? А? Нормально? Легче? Давай, вставай. Bismillahirrahmanirrahim. Bunaqa yurmasmidi? Ha? Turolmasmidi? 5 kishi ko'tarib chiqqan. Hozir mana yurishni ko'rasizlar hozir. Men boshlayim qo'ying. Alloh sen bilan-ku qizim. Ha? Ye? Qalaysan? Naz? Naz? Bunaqa turmagan-a? Вообще не Yo. Alloh. Shunday tursalar orqaga ketardi. Qat'an. Ko'zlari nimasi yo'q. Salom. Ko'zi yo'q. Как зовут тебя? А? Matluba. Matluba? Давай. Hadi. Alloh shifo berdi men bergan yo'q Matlubaga. Ha, Matluba ha? Точно на. Ha? Ha. Shuni naqsi? Nag'iz? Nag'iz bo'ladi, mag'iz bo'ladi. Allah. Ko'rib qo'yinglar, men qilgan shu Alloh qilyapti, negativchilar shu invalidlarni aldayap deganlar ko'rib qo'y, bu Xudo shifo beryapti-ku, Xudodan qo'rqsanlar. Allohning mo'jizasi-ku bu. Ha? Teje qarshakka ham turmasdilar. Turolmasmi? Nag'izmisan? Nag'iz. Alloh shifo bergan için bo'lsin. Qizingmi u? Hayron u bechora. Shokda. Kichkina qizlari siz bilan shifo topgan. Yo'q, men kelganman. Ko'rmakda kelgan. Salom chag'azat. Qani yurchi? Sizda shu? Sirton chag'azat. Nima deydi? Boshim aylanadi. Aylan. Yur. Yaxshimi?
O'tir. Bunaqa turib yurmagani. Yo'q. Allah shifo ber. Quvvat beradi qizim senga. Ты хорошо будешь. Только Alloh рядом. А что чувствуешь? Нормально? Конкрет? Точно? Точно. Nağız. Kim yana? Sen? Shuni vaqtini qo'ydingmi? Ha, mana menchimi. Voy. Çoğrunuşa makta girin. İsmail'laşmı? Ama. Boru var mı? Niye? Haymi. Ha? O var mıydı? Mecamanda borakan. Ha? Nima deydi? Ya yangitda bordi endi qolib. Yo'q, ketdi. Burak. Isming nima? Как зовут тебя? Umida. Umida. Qanchadan beri og'ridi? Anam jindi. Qarachi. Ha, ne bu? Ne yok? Nağız. Nağızda konkret. Akin ikincisi bu. Ikkinchisi Har ko'radingmi? Nima bezda qilyapti? ko'z bilan dalina. Sal bosh yengillashdimi? Bayli, ha. Oyoq tozgina bor. Qarab. Chiqaver ekan. Soldim. Ko'ringchi. Oyoq tozgina. Endichi. Usta. Endichi deydi. Hozir bormi oyoq? Aniq yo'qmi? Rostini gapiring. Faqat ko'zim Ismingiz nima? Olimjon. Olim, meni ismim Olim deydi. Mashhur. Olim aka, qalaysiz? Alloh tamandan. Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Bezovta bo'lmadingizmi, bo'ldingizmi? Iqbolga endi rostini aytsam, 72 ga kirib, Hop. men umrimda ikkinchi marta insonning qo'lidan issiq chiqish turchi tepdim. Rahmat. Birinchi marta al-Masjid al-Haramda tizzam bukilmasdi yiqilib. O'tirganimda yonimga bir qora mag'iz, bir chiroyli 50 ga kirgan odam o'tirdi tagin. Shunda tizzam ustimdan so'ramasdan tizzamda og'lay boshladi. O'shanda qon tomirimdan ochidan ariqday issiq qon yugurib ketdi. Va bugun siz meni boshimga qo'lingizni qo'ydingiz. Umrimda ikkinchi marta taqiyaga qaramasdan taqiyadan issiq o'tdi dedim. 2 soatlardan keyin ichkarida miyam bir qanday o'zgarishlar bo'ldi. Yengil o'zgarish bo'ldimi? Yengilmencha sal pastga qayin tushdi. Shuning uchun shu munosabat bilan endi sizda bir xislat bor ekan. Rahmat. Alloh subhanahu va taolo uni ko'p qilsin, ziyoda qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p odamlar rozi bo'lib xursand bo'lib ketsin, shifo topsin. Amin. Shuning uchun bitta savol tug'iladi-da. Men peshob haydagich dorilar ichardim. Hop. Shundan bu sizdan keyin vali ichish kerakmi, to'xtatamizmi? Sizda o'zgarish yaxshi bo'lsa ichmay qo'yasiz. O'zgarishga qaraymiz. O'sha peshobni yo'nalish ochilgan bo'lsa, harakat qiling, lekin Xudodan. Va'da bermayman. Alloh shifo bersin. Mana umr qaysi shahardansiz? Yangiyer, Yangiyer. Ismingiz nima oti? Norqobil. Norqobil aka, bu Alloh ishi hammasi. Alloh shifo beraman, bugunga aytgan bo'lsa bo'ladi. Miyada o'zgarishlar bo'lyapti qanday? O'zgarishlar bo'lyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Sezyapsiz hozir? Issiq sezyapman. Sezyapsizmi? Umrimda ikkinchi marta sezyapman. Pastga tushyapmiz deydim. Menga uncha ta'sir qilmaydi, uncha narsa ham odam ham ta'sir qilmaydi. Yo'q. Ikkinchi marta. Alloh o'zing kuch-quvvat ber. Butun tanaga, butun a'zoga nuringni ber. O'zing nuring bilan to'ldirgin. Amin. Aytganingiz kelsin. Ko'ringchi oti? Yasar yorishdi. Yorishdi. Ko'z yorishdi. Ko'z yorishdimi? Hammasi Alloh komonasi oti. Nechinchisi bu? Ikkinchisi ertalab keladi. Qayerda ko'rishadi ko'radingmi? Ha, shu ko'radiz. Ikkita. Ertalab Hozir ko'radi. og'riqlar bormi? Og'riq shu oyog'imda bor. Yengillik bo'ldimi? Bo'ldi, ancha yengillik bo'ldi. Oyog'imda o'tirib turishga namozga ancha. Hozir bormi og'riq? Qayerdan keldingiz? Sadarada. Hozir bormi og'riq? Oyog'imda bor. Qayerda turibdi? Ha shu tizamni pastida mana shu yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Manda o'tirsam og'riq beryapti. Ko'ringchi endi. O'tirib turingchi.
Sal bo'shadimi? Og'riq bor. Bo'shay deyaptimi? Yengillik bor. Yengillik bor. Suv ham sizga. Soy beramiz, soy. Qanday tartib kechamiz? İçiyoruz aka. Qaynatish yo'q. Loza qaynatadi, farqi yo'q buni. Isitib sizdan bo'laveradi. Xavf yo'q. Yo'q, ichib bismillahirrohmanirrohim. Allohdan shifo so'ra. Yengilishyapsan. Ha, ancha yengillashdi. Ancha yengilash. O'tirib namoz o'qib oyog'imni qayraolmasdim. Ha. Boya peshinda o'qidim, oyog'imni bemalol qayrayapman, lekin og'riq bor. Qo'yib yuboradi. Qarab turing, hozir og'riq ham ketyapti. Pastga tushdi lekin. Pastga tushdimmi? Pastga tushdi. Haydab olyapmiz, og'riqlaydi, ushlab turing. Tizzamdan pastga tushdi. Hozir. Ko'ringchi. Mana shu yerda bor. Qo'ydimanchi? Ancha qo'ydi, yengillashyapti. Hozir qo'yib yuboradi bu ham. O'zgarish qilay. Bittan bo'yinda chiqib hamma yo'lni ko'ra olman deb ko'zinimda. Ko'rishni boshladimi? Sen erta bilan sensan keyin. Erta bilasizlar. Ha, onam? Boshi ancha yengil bo'ldi. Ismi nima? Zeboxon. Qaysi shahar Zeboxon? Xo'jandan. Tojikiston. Tojikiston. Bu umuman ko'rmasdi. To'ma. Yo'q, tramvayga. Bu bultur maktabga qo'yiladi. Ha. Bultur yanvarda tramvayga darvozam urgan. Ha, ha. O'shandan keyin ko'rmay qoldi. Ha, o'shani ko'r. Siqilgan degan doktor. Doktorlar nima? Ochiladimi, o'dimi? Doktorlar davosi yo'q degan. Doktorlar davosi yo'q degan buni. Xudoga shukr, shunchalar bo'ladi. Dunyoni aylansang ham davo topolmaysan degan. Dunyoni aylansang ham davosi bo'lmaydi degan-a? Mana sizga kelib sentyabrdan kelaman, ancha o'zgarishi bor. O'zgarish bor-a? O'zgarishi bor. Qizim ko'rish boshlayapsanmi? Oila shundoq degan. Amin. Qani, doktorlar dunyoni aylansang ham davosi yo'q degan ekan. Allohga hech narsa emas. Mana ko'rishni boshlabdi. Bir ko'raveradi, keyin xira ko'ryapti. Hozir bu ochilib ketyapti shular bilan. Xira. Qalaysan endi? Yaxshi. Ko'rish boshlayapsan, meni ko'ryapsanmi? Aylanib ketib. Umring uzoq bo'lsin, ona qizim. Mana shu qo'lchasi, shu hozir nimadir yurganda bo'ladi, shu. Bilmayman nima. Allohdan meni ishim bor, men qo'limda bor, faqat Allohdan. Apajon, assalomu alaykum. Alaykum. Qalaysiz? Zo'r, Allohga. Yaxshi keldingizmi? Qiynalmay qaytardingiz? Surxondaryo. Surxondaryo. Noyabrda kelganman. Hop. Operatsiya degan Toshkentdan grija bilan qaytib kelib sizga kelganman. Hop. 10 metr yurib yura olmas edim. Hop. Sizni 2 marta seansingizni oldim. Rahmat. Kelgan kuni kira olmadim. 12sida keldim noyabrda, 13, 14da kirib, 2 seansdan mana shu 5 oy 6 oydan beri umuman dori ichmayapman. Malladi. Yurar edim. Hozir yana ozgina qo'zg'aldi. Endi ko'zim operatsiya bo'lgan glaukomadan 2013-yil. Mana endi 12 yil bo'ldi. Shu davolanib yurdim har 6 oyda. Keyin mana 4 yil bo'ldi bittasi ko'rmayapti, ikkinchisi 60% ko'ryapti. Buni ham operatsiya dedi doktorlar. Yana sizga keldim. Endi hozir mana o'shanda O'zim doktorman. Operatsiyani atkaz qilib keldim. Qanaqa doktor? Radomda ishlayman. Zo'r, doyapa. Hozir mana o'shanda yurolmasingiz hamma tanishlar bilarmidi? Ha, bitta o'zim keldim Surxondaryodan. Yo'q, o'shanda keyin noyabrda kelganingizda yurolmaganmisiz? Yurolmay kelganman. Yurardim 10 metr, yurolmay qolardim. Mana shu yerda birinchi seansingizdan keyin 4 soat ochiratga turganman. Oho. Yomg'irda ertalab. Qani, Allohning nimasidami? Qarang. Hozir rasman yurasizmi? Ha, hozir. Yurib beringchi, mana. Zo'r mana. Alam qilsin, ko'rolmaganlar alam. Yurardim. Shu negativlaringizga shunday gapim bor edi. Ha. Mana yo'lchivoy uka deyman, yangi Ramazon oyida ham Allohdan qo'rqmadim. O yo'lchivoy, o'zing yuraging qurigan bo'lsa, o'zing qurib anov bo'lgan bo'lsang, nima xalqdan oqilasan? Haqiqat. Keyin mana chaqirdi deydi sizni. Men sizni tanimayman. O'tgan marta shunday ko'ringanman, ketganman. Siz meni tanimaysiz. Haqiqat. Mana bugun Alloh yo'l berib, "Yo, boraman" dedim-da. Men 10 minut tura olmasdim. 4 soat turdim birinchi seansingizdan. Yo'q, Shunday ilg'adi kvartirada. O'shanda ilg'ay degan, men har bir seansda ilg'ay deyman. Endi meni ko'zimni ochmasangiz ketmayman. Necha kun desangiz turaman. Endi men ko'zingizni endi Allohim. yo'lchi bo'y ochib bersin menga nodim. Yo'q,
yo'lchilar bo'lgan necha YouTube'ingizni ko'rib aytib yotibman. Ey jim bo'lgan. Nahotki Allohga noqilmaysan. O'zing qurib tamom bo'lding-ku, xalqdan noqil. Jamoa yana jamoa nima deydi? Faolli deydi. O'zini yo'lchi. Ya, u faol emas u. Endi Xudoga Endi Allohdan men sizga ixlos qilib keldim. ular naqalardi Xudo jazosini bersin. Biz Xudoga topshirib qo'ydik. Xudo xolasa hammasini ajrimi bor. Shu. Biz Xudoga topshirib qo'ygan. Mana sizlarga Alloh shifo beryaptimi? Allohim. Katta narsa. Meni hech kim yuborgani, o'zim Surxondaryodan poyezdga o'tirdim. Uydagilar qarshilik qilsam yo'q. Men mana shu Grijadan yaxshi bo'ldim. Hozir odamlar kelmayapti. Bizda ro'za uchun biz o'zimiz toliq qolmasligimiz uchun odamlarni kam qabul qilyapmiz. Biz hali ro'zada o'zimizdan toliqamiz ro'za tutgandan keyin. O'shaning uchun tan o'ylayman odamlar kamayib ketibdi. Bizga odam kam bo'lgani ham yaxshi. Nimaga dam ham olamiz-da. Shuncha odam bor, 1000 ta, 1,5 ta odam kelardi. Ular yuzidan o'talmasdan biz qarardik, noilojlikdan. Endi mana Xudo xolasa Alloh shifo bersin. Iloj bo'lsa kasallar shu kelmasa uyida shifo topsin. Men roziman. Ibn Sino bobo ham vaqtida davolagan. Mana Kashpirovskiy vaqtida. Masalan, sizga masalan 1000 ta, 1 million, balkim 1 milliondan oshiq insonga bittasiga berar, bitta sizga bergan Alloh. Shuning uchun balkim 100 tadan bittaga foyda qilayotgan. Bu katta nas, katta rezultat-ku. Rezultat. Allohga shukr onajonim. Allohim shu ko'zimga. Mayli qo'ying, ularni Xudoga solib qo'ying mana. O'sha eshitmaylar ham, ko'rmaylar ham. Hali kommentariyaga o'zini odamlar yozyapti deyo. Menga kommentariyaga men muxlislarim yozyapti. Yo'q, gaplashilgan, pul berilgan deydi. Men sizni mana ikkinchi marta qilyapman. O'tgan marta seans olib ketganman. Siz meni tanimaysiz. Mayli, ular nima ko'ryapti. Avvalgi $1000 berdi, bu gapirib bering dedim. Yo'q. Qancha yo'q. Javobni turib ko'rolmayapti-da. Men Surxondaryodan bo'lsam, bu kishini umuman tanimasam, ukam. Apada $1000 berib qo'ydim. Umringiz uzoq. Shu eshitib tursin, ular menga qani. Shu belim og'rib birinchidan ozgina boshlangan. Hozir qani? Og'rib ketdi. Ketdi, quloq ushlab ketdi. Ha, osmonga ketdi. Surxondaryoga Surxondaryoga bormasin. Surxondaryo chegarasi o'tdi. Allohga omonatsiz. Assalomu alaykum. Onajon, nechinchisi bu? Birinchi kelishim. Qayerdan keldingiz? Ixlos bilan. O'zingizni besharangizdan. Beshar nima bo'ldi saqan onajon? Belim bilan shu ikkala tizzam. Alloh shifo. Hozir bormi og'riq? Pasaydimi? Aniqmi? Aniqmi deydi. Ha? Pastga sal pastga tush. Pastga tushing. Endi onajonim. Ismingiz nima, onam? Azizaxon. Azizaxon, Beshariqdan. Ko'ring onajonim. Ha? Sal pastga. Pasaydimi, yengillashdingiz? Aniqmi? Aniq. Mana sizda tash tizam ko'zida. Ko'zimmi? Ko'zini olib tashlaydingmi? Onam. Ko'ringchi onam. Ha? Ketdimi? Ketganchim. Beshariqdan 6 arog'ga ketdi hozir. Beshariqqa bormadi. Alloh shifo